Altın alma. Burun nayt boy bir padişah o'tgankan. U mamlakat ichiga kimki eng cho'ng yolg'on gap qilib meni ishondiralsa, uningga bir tal oltin olma berman, deb chakalabdi. Har xil, har yangi odamlar uning huzuriga berib yolg'on aytibdi. Lekin hech kim qamlashtiramabdi. Padişah ularning har biriga beshini lang'ishtirib turib, "Hey, sening bu degining rost bo'lishi mumkin", deb beribdi. Bir kuni bir yosh yigit padişahning huzuriga ketdi. U qo'lida quruq bir ko'zni tutgan holda padişahga qarab, "Qudratli padişahim, men hiliq tillarlarimni qaytarib olg'il keldim", debdi. "Qaysi tillarni?" deb so'rabdi padişah hayron bo'lib. "Mushundaq bir ko'zliq qochilangan tillarlarimni o'tgan juma kuni sizlar mendan qarz ep ketgandilar." Padişah g'azabga kelib debdi. "Men tex sendan bir ko'z tilla qarz olibdimanmi? Sening bu gaping yolg'on." "Hechqisi yo'q", debdi yigit kulib turib. "Mening bu gapim yolg'on bo'lgandan keyin oltin olmani menga bersizlar." Padişah tınırqab qapti. "To'xtab tur. Sening aytganing durust. Endi esimga keldi." "Happalli, texim yaxshi bo'ldi, padişahim. Amsa mening bir ko'z tillayimni berasizlar." Padişah bu yigitning pam va hilida o'zidan ish tushirganligini tunib yetibdi. U kulib turib, oltin olmani yigitga hadiya qildi. Shuningdan keyin padişah kishilarni yolg'on gap qilishga da'vat qilmaydigan bo'ldi.